Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlarga grija mashqlari haqida tushuncha beraman. Aynan L5S1 haqida. Birinchi biz uning anatomik tuzilishi, o'sha L5S1 soha qayerda joylashgan va odam tuzilishi qanday, o'sha haqida qisman ma'lumot beray. Undan keyin mashqlarni ko'rsatib o'tamiz. Umurtqa, odam umurtqasi qanday tuzilgan? Mana ko'rishingiz mumkin, bo'yin egilgan holatda. Ko'krak sohasi biroz chiqqan va bel yana egilib, dumg'aza chiqqan. Mana umurtqadan ham ko'rish mumkin, bo'yin egilgan holatda ko'krak chiqib, bel umurtqasi mana sekin egilib va dumg'aza chiqqan. Bunda juda muhim ahamiyatga ega mana L5S1 soha. Nima uchun? L5-bel umurtqasi bularda bo'g'im hosil qilib birikkan. 5-bel umurtqasigacha mana bo'g'imlar bor. Har bitta umurtqaning orasida bo'g'imlar bor va bu harakatga keladi. Egilamiz, turamiz, harakat paydo bo'ladi. Va bel umurtqasidan keyin sakraliz deymiz. S sohasidan boshlanadi. Bular siyatni ko'rsangiz bir-biriga yopishib ketgan. U harakat qilmaydi. Bu eng asosiy odamga tana vesti asosan bel sohasiga tushadi. Mana L5S1 sohasiga. Misol uchun tanamiz, tepamiz o'rtacha 50 kilo bo'lsa yo 40 kilo bo'lsa, shu hammasi eng asosiysi belga tushib, umurtqadan oyoqqa o'tib ketadi. Tana massasi. O'sha o'zimiz tanamizdan ko'p narsani, og'ir narsani ko'tarib qo'ysak, 60-70 kilo, 80 kiloni ko'tarib qo'ysa nima bo'ladi? Bu yerda grija chiqadi. Mana hozir ko'rishingiz mumkin. Mana tana L5S1 sohasi o'rtada disk bor. Diskda mana shu tanaga tushgan payt qirt etadi-da, bu yoqqa chiqadi. Mana bu yerda nerv chiqadi. Mana bu sariq ko'rishingiz mumkin nerv. Bu nervni siqib qo'yadi. Nerv siqqandan keyin dumadan tortib, mana shu sohada bo'lsa nerv siqdimi, shundan tortib oyoqqacha og'riq berishi mumkin. Mana og'riq berishi mumkin. Bunda nima qilishimiz kerak? Hozir mashqlarni ko'rsatib boramiz. Ya'ni asosiy bizdan maqsad mana shuni ochishimiz kerak. Mana shu sohani sal egilib, mana ko'rs egilsak, bu umurtqa ochiladi. Egilgan paytimiz og'riqlar qo'yib yuboradi-ku, siqilib qolgan payt nima uchun egilib yuradi? Sabab mana shu ochish kerak. Mana shu mashqlarni hozir ko'rsatamiz. Ketdik. O'sha L5S1 sohasi grijasi siqqanda o'ng tomonga yoki chap oyoqqa mana o'ng sohaga, chap sohaga yoki o'ng sohaga og'riq berishi mumkin. Buni nima qilishimiz kerak? Birinchi mashq boshga yostiqcha qo'yadi, ikkita oyoqni juplaydi va tortadi. Tortib, chuqur nafas oladi, chiqaradi. Men shu narsani cho'zib 15-20 marta chuqur nafas oling, chiqaring. Chuqur nafas oling, chiqaring. Mana shu narsani 15-20 marta qiladi bir qilganda. Birinchi mashq. Bunda nima bo'ladi? Bu paytda mana biz ko'rishimiz mumkin. Mana sekin ikkita oyoqni juplab tortgan paytimizda mana keling, ko'raylik. Mana bu sohadagi grija bor. Mana L5S1 sohadagi grija ochiladi. Ochilgan paytda o'sha yerda mushaklar ham ishlab, ham kuchi oshadi, mushaklarning nimasi tonus oshadi, mushak baquvvat bo'ladi. Ikkinchidan o'sha yerdagi grija mana bu yerda ochilib ishlayvergandan keyin grija ham sekin iziga qaytadi. Bu birinchi mashq. Ikkinchi mashq misol uchun grija o'ng oyoqni siqdi. O'ng oyoqni siqqan paytda mana yostiqchani qo'yib olamiz, yonga qo'yib olamiz, yoniga qo'ygan paytda qo'limizni orqaga qilamiz. Mana qo'lni orqaga qildikda, bu oyoqni bukamiz, mana shu bukkan holatda. Bunda mana to'liq tortib barmoqlarni ishlataman. To'liq torting. Tortib ishlataman barmoqlari. Ishlagan payt ana bo'ldi. Mana ishlatdik. Bunday paytda mana yonga yotqizdik. Mana yonga yotqizib, hop. Yonga yotqizgan paytda bu ochiladi. Siqqan grija biroz ochiladi. Ochib tortsak nima bo'ladi? Bu yerdagi o'sha siqib turgan mushaklar bo'shashib qo'yadi. Bu ikkinchi mashq. Uyda qiling. Qaysi tomon siqqan bo'lsa, o'sha tomonga podushka yostiqni qo'yib, oyoqni to'g'ri mana shunaqa mashqni qilamiz. Bu ikkinchi mashq. Uchinchi mashq qanday bo'ladi? O'sha siqib turgan tomonga qarama-qarshi. Misol uchun o'ng oyoqni siqdimi, uni beliga qo'ydik, mana qorniga yostiqchani qo'ydik. Qo'lni to'g'ri cho'zamiz,
bu o'ng qo'lni tepaga qilamiz va oyoqni to'g'ri cho'zamiz. Cho'zgan harakat qilamiz oldiga, mana oldiga, orqaga, oldiga, orqaga. Bu yostiqcha ko'tariladi, mana bu yerdagi girja ochiladi. Harakat qilamiz, harakat qilamiz, harakat qilamiz. Bu har bir mashqda 20 martadan qilinadi. Bu 3-mashq. 4-mashq shu holat davom etadi. Qana boshga qo'ydi va qo'lni cho'ziladi, mana cho'zib, bu o'ng oyoq orqaga tortiladi va qo'l oldinga cho'ziladi. Mana shu, yana qaytaman, mana shu holatda tortamiz, bir 20 sekund ushlab turamiz. Bu yerda ham o'sha nimalarimiz disk ochilib, mushaklar cho'ziladi. Xo'p, 5-mashq qanday bo'ladi? Mana shu holatda turib olamiz, oyoqlarni to'g'ri qilamiz. Mana shu holatda turib olib, xo'p, nafas olgan payti belni ko'taramiz. Mana ko'tar, yana tushiramiz, chiqarib, tushiramiz, ko'taramiz, tushiramiz, ko'taramiz, tushiramiz. Mana shu holat 20 marta takrorlanadi. Ya'ni bu beldagi mushaklarda ham tonusini oshiradi, ham girjani ochadi. Mana ko'rdik, bu 5-mashqimiz. 6-mashq mana shu holatda turadi, oyoq qimirlamaydi. Agar o'ng tomon siqqan bo'lsa, chap tomonga burilish berdikda, chap tomonga burilish berib, mana sekin egiladi, yana turiladi. Egiladi, turiladi. Ya'ni qaysi oyoqda og'riq berayotgan bo'lsa, mana o'ng oyoqda og'riq berayotgan bo'lsa, chap tomonga buriladi. Chap tomonga burib, mana ko'rdik. Mana agar chap oyoqqa bergan o'ng tomonga burilib, xuddi shu oyoq qimirlamaydi. Mana shu mashqlarni qilamiz. 20 martadan bajaramiz. Kun davomida imkon bo'lsa, qancha vaqtingiz bo'lsa, shuncha qilsangiz, shuncha bu bellaringizdagi og'riqlaringiz, boya girja, siqib turgan girjalar ochiladi. Endi keyingi mashqimiz, endi oxirgi mashqimiz nima qilamiz? Mana stol yoki bo'lmasa oynaning oldi balandroq yerda turamiz. Turgan mana shu holatda turib, sekin belni yumshatamiz. Mana qo'lga maslahatda umurtqani ko'taramiz. Umurtqa ko'tarilgan paytda sekin bellar ochiladi. Qani shuni davom etamiz. Qiling, mana yana bajaring. Bo'ldi, mana sekin ko'targan paytda mana bel ochiladi. Mana yana bir mashq o'tirib ishlaydiganlar uchun mana shu o'tiramiz, sal egilgan holatda stolda chap oyog'ini, mana o'ng oyog'ini chap oyog'ini ustiga chiqaramiz va mana shunday bosamiz. Qani bosing. Bosamiz, sekin bosib turamiz. Mana shu ochamiz. Mana shu bosamiz, qo'yamiz. Bosamiz, qo'yamiz. Shuni 20 marta bajaramiz. Endi u oyoqda qilamiz. Mana bosamiz, qo'yamiz. Mana bosamiz, qo'yamiz. Mana shu mashqni o'tirib turgan holatda ham doimiy bajarib yursa, bel og'rig'idan qutuladi. Bu mashqlarni o'sha bel siqib qolgan paytda qilsangiz, og'riqlar kuchayishi mumkin. Birinchi o'rinda mana kuchli og'riq bilan keldi, o'sha sidalishni nerv siqib qoldimi? Buni davolashni qilib, davolangandan keyin uy sharoitida postoyanli doimiy shu mashqlarni qilib tursangiz, girja sizni bezovta qilmaydi. Bizda mana shu girjani davolash yaxshi yo'lga qo'yilgan. Kimdadir girja muammosi bo'lsa, bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Inshaalloh biz buni Xudo xolasa davolab beramiz. Rahmat, sog' bo'lingizlar.